Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarni deportatsiya qilish uchun asoslar kengaytirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Davlat Dumasi migratsiya siyosati talablarini kuchaytirishga qaratilgan 2 qonunni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Qonunlardan biriga ko'ra, Rossiyada yoki boshqa davlatda sodir etilgan har qanday jinoyat uchun sudlanganligi bekor qilinmagan yoki olib tashlanmagan chet el fuqarolari endi Rossiya fuqaroligi yashash guvohnomasi yoki vaqtincha yashash ruxsatnomasini ola olmaydi. Bundan tashqari, agar bunday sudlanganlik keyinroq aniqlansa, avval berilgan hujjatlar ham bekor qilinadi. Yangi normalar Rossiyada qochqin maqomini olganlar, shuningdek, siyosiy yoki vaqtinchalik boshpana berilgan chet el fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodinning ta'kidlashicha, mamlakatimizga faqat o'z yurtida qonunni buzmagan va Rossiyaga kelgach ham qonunlarga rioya qiladigan odamlar kelishi, yashash guvohnomasi rasmiylashtirishi va fuqarolikka da'vogar bo'lishi kerak. Uning so'zlariga ko'ra, chet el fuqarolari rus tilini bilishi, shuningdek, mamlakatning an'analari, tarixi va madaniyatini hurmat qilishi lozim. Shu bilan birga deputatlar ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonunni ham qabul qildi. Yangi hujjat chet el fuqarolari ma'muriy jarima bilan birga mamlakatdan deportatsiya qilinishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirdi. Endi qoidabuzarlar deportatsiyadan qochish uchun oilaviy ahvoli yoki Rossiyada qancha vaqt yashaganini asos qilib keltira olmaydi. Volodinning aytishicha, yangi qoidalarga muvofiq politsiya xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik yoki davlat chegarasini kesib o'tish vaqtida chegarachilar bilan mojaro chiqarish ham deportatsiya uchun yetarli asos hisoblanadi. Agar migrant politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmasa yoki chegarada chegarachi bilan tortishuv boshlasa, bu uni mamlakatdan deportatsiya qilish uchun yetarli bo'ladi, dedi Davlat Dumasi raisi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolarini ularning turgan joyini nazorat qilish uchun smartfonlar sotib olishga majbur qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Igor Zubov RBK bilan suhbatda aytib o'tdi. Mamlakatga kelayotgan har bir chet el fuqarosi, ayniqsa mehnat migranti yoki uzoq muddatga kelayotgan shaxs ro'yxatdan o'tishda telefon sotib olishi shart bo'ladi. Ushbu smartfonga migrantning shaxsiy elektron profili o'rnatiladi. U politsiya xodimlariga geolokatsiya ma'lumotlarini avtomatik ravishda uzatib turish hisobiga huquqni muhofaza qilish organlari har bir muhojirning qayerda ekanligini bilib turadi. Migrantlar bundan buyon bir aholi punktidan boshqasiga nazoratsiz ko'chib yoki yashash joylarini o'zgartira olmaydi. Bundan tashqari, ushbu mobil ilova orqali migrantlar hujjatlarining amal qilish muddati tugayotgani haqida ogohlantiriladi yoki davlat organlariga kelish zaruriyati haqida xabardor qilinadi. 2025-yil sentyabrdan Moskva va Podmoskvada Amina nomli mobil ilovani sinovdan o'tkazish boshlangan. Bu ilova huquqni muhofaza qiluvchilarga shaxsning turgan joyini kuzatish imkonini beradi. Uni Rossiyaga vizasiz keladigan barcha voyaga yetgan migrantlar o'rnatishlari shart. 2025-yil dekabrda 139 mingdan ortiq kishi Amina ilovasida ularning geolokatsiya ma'lumotlari bo'lmaganligi sababli migratsiya hisobidan chiqarildi. Avvalroq Rossiyada noqonuniy migrantlar uchun nazorat qilinadigan shaxslar reyestri ham ishga tushgan edi. 2025-yil sentyabrga kelib ushbu ro'yxat qariyb 770 ming kishini tashkil etdi. Ushbu reyestrdagi chet el fuqarolariga turar joy va avtomobillar sotib olish, kreditlar olish, nikohni ro'yxatdan o'tkazish va bolalarni maktabga rasmiylashtirish taqiqlanadi.
Repinodagi reyd Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlari tufayli boshlandi. Yotoqxona manzilida 600 dan ortiq xorijiy fuqarolar ro'yxatga olingan. Qora formali niqobli xodimlar tong sahardan muhojir ishchilar uxlab yotgan hostelni bosdi. Xayrli tong deb eshiklarni gursillatib urib, migrantlarni hujjatlari bilan tekshiruvga chaqirdi. Migratsiya boshqarmasi xodimlari 319 kishining hujjatlarini tekshirdi. Bir mehmon Rossiyada bo'lish qoidalarini buzganligi aniqlanib, unga jarima solindi va endi u deportatsiya qilinadi. Hostel ma'muriyatida ham qoidabuzarliklar aniqlandi. Huquqni muhofaza qilish organlari hozirda soxta ro'yxatdan o'tish va noqonuniy migratsiya holatlarini tekshirmoqda.